Bismillahirrohmanirrohim. Iroda ziynati. Tarixda dunyoga mashhur bo'lgan va nom qozongan shaxslarning bari buni iroda kuchi bilan amalga oshirishgan. Bu istisnosiz qoidadir. Ali Fuad Bashgil. O'zingizni boshqara olmaganingizchalik erkingizni yo'qotasiz. Ebner fon Eshenbach. Jismimiz bizning bog'imizdir, irodamiz esa uning bog'boni. Shekspir. Xarakter tamoman shakllantirilgan irodadir. Friedrich Novalis. Unutmagingki, irodangiz dorilardan ko'ra ta'sirliroq. Paracels. Irodasiz aql hech bir ishga yaramagani kabi, aqlsiz iroda ham hech bir ishga yaramaydi. Yevtushenko. Hayot tanlovlardan iborat. Inson bir yo'lni tanlaganida boshqalarni tark etganini biladi. Yaxshilikni tanlasangiz, yomonlikni tark etasiz. Sokinlik, sukunatni tanlasangiz, jahl va g'azabni tark etasiz. O'qimoqni tanlasangiz, jaholatni tark etasiz. Savol so'rashni tanlasangiz, loqaydlik va beparvolikni tark etasiz. Bularning barchasini tanlash uchun kuchli iroda kerak. Iroda xuddi mushak kabidir. Mashq qilgan sari kuchga to'ladi. Inson irodali qarorlar qabul qilishi uchun qanday kishi bo'lish haqida bir fikrga kelishi lozim. Mana shu yoshimda irodaning naqadar muhim ekanini juda yaxshi bilib turibman va seminarimda ham yoshlarga bilganlarimni tushuntiryapman. Allohga munosib banda bo'lishning muhim poydevorlaridan biri ham irodadir. O'tmishda bergan qaror va tanlovlarimning bugungi shaxsiyatimni yaratganini bilaman. Xatolarimdan saboq olishni, muammolarga yechim topadigan bo'lish, yaxshilikning qudratiga ishonish, hodisalar va voqealar oldida isyon qilmasdan mo'minlarga xos munosabat bilan javob berish, foydali ilm olish bilan birga irodamni mustahkamlashga harakat qilyapman. Meni o'ziga qaram qiladigan har qanday narsaning hur irodamga to'sqinlik qilishini bilganim uchun zaif tomonlarimni aniqlab, ichki ovozimning noto'g'ri qilyapsan degan narsalarga nisbatan irodamni mustahkamlashga intilyapman. Bu ba'zida ijtimoiy tarmoqdan uzoqlashish, ba'zida ta'tilga chiqish yoki insonlardan uzoqlashish bilan bo'ladi. Bularni bajarishda qiynalayotgan bo'lsam ham, o'z ixtiyorim bilan qabul qilgan qarorimning orqasida turish va bu o'zim uchun yaxshi ekanini ko'rish huzur bag'ishlaydi. Shu sababli bugundan boshlab nimaga yetarlicha vaqt ajrata olmayotgan bo'lsangiz, asta-sekin olg'a intiling. Kuchli irodaga ega bo'lish uchun o'zingizga hayotimdan nimani olib tashlashim kerak degan savolni berishni boshlashingiz mumkin. Siz voz kechgan narsa yuk ekanini yengil tortib, o'zingiz bo'lishni boshlanganingizda tushunasiz. Albatta, kelasi zamon haqida ham o'zingizga savol berishingiz kerak. Hozir qilgan tanlovlaringiz o'zingiz istagan odam bo'lishingizga xizmat qiladimi yoki yo'q? Shuni bilishingiz kerak. Albatta, inson har doim ham to'g'ri tanlov qila olmaydi. Ammo kuchli iroda noto'g'ri tanlovlardan saboq olishni ham osonlashtiradi. Kuchli iroda qilingan xatodan qaytish uchun kuch bag'ishlaydi. Irodasi zaiflar o'z lazzatlarining ortidan quvadilar. Irodangizni garovga qo'yadigan har qanday narsa sizni ichki ovozingizdan uzoqlashtiradi. Bu o'zingizni eshitishni boshlamaslik holatidir. Befarqlik holatidir. Shuning uchun inson qalbiga huzur beradigan narsalar bilan shug'ullanish kerak. Shunda irodasini ishga soladigan joylarda aql bilan qaror bera oladi. Ichi huzurli bo'lsinki, ichki ovozini, fikrlarini eshita olsin. Inson shuningdek qanday bo'lishini xohlamasligini hal qilish orqali ham o'z yo'lini belgilab, qarorlarini nazorat qila olishi mumkin. Agar odamlar ikki xil hodisada ham turli xil reaksiyalarni ko'rsata olsa, bu muammoni turli yo'llar bilan hal etish mumkinligini ko'rsatadi. Masalani urush-janjal bilan hal qilishning ham, muzokara va yaxshi munosabat bilan hal qilishning ham badali bor. Janjalning badali iztirobdir. Kelishuv bilan hal qilishning badali huzurdir. Atrofingizdagi hamma narsaning mukammal bo'lishini kutishingiz aslida irodali bo'lishdan qochish deganidir. Aytdim-ku, nimaga yoki kimga o'xshamasligingiz kerakligi borasida
bir qarorga kelgan bo'lsangiz, nimani tanlamasligini ham yaxshi ajrata olasiz. Bu hayotda irodasiz yashab bo'lmaydi. Inson mas'ul. Qarshisiga istamasa-da bajarishi shart bo'lgan yoki ichidan xohlasa ham qilmasligi lozim bo'lgan bir dunyo narsa chiqadi. Kuni kelib hech kim ko'rmaydigan va bilmaydigan vaqtda qilish yo qilmasligi kerak bo'lgan ish bilan yuzlashsa, qilmaslikka undaydigan tashqi emas, ichki kuchga muhtoj bo'ladi. Buni irodasiz yengib o'tolmaydi. Irodangiz mana shuning uchun ham ziynatdir. U sizga barcha ziynatlarni bir joyga jamlovchi kuchni beradi. Siz irodangiz bilan insonsiz. Iroda orqali yangi narsa o'rganish borasida g'ayratli va ko'tarinki ruhli, hislaringizni jilovlashda shijoatli, to'g'ri qaror berish borasida qat'iyatli bo'lasiz. Chunki siz o'z irodangizni ko'rsata oladigan darajada mavjudsiz. O'zingizsiz. Bir zarif so'z. Uhudda g'alaba qozonayotgan joylarida o'qchilarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aslo joyingizni tark etmang degan buyrug'ini unutganlari sababli alamli mag'lubiyatga uchraldi. Asrlar o'tgan bo'lsa ham ushbu haqiqat davom etmoqda. Uhud aslo unutilmasligi kerak. Ezgulik va yovuzlik, yorug'lik va zulmat o'rtasidagi urushda har bir inson o'ziga men o'z o'rnimdamanmi, joyimdamanmi degan savolni berib, turgan joyini sarhisob qilishi zarur.